Yunusobod tumani Islomoboddan ikkita yonma-yon zo'r hovlimiz chiqyapti. Bittasi tartsovoy, bittasi oldida. Ko'chalar juda ham zo'r. Mahallamiz elitni. Oldida ham kattagina joylar bor, ko'rib turganinglardek. 2,5 sotuv, 6 ta xona. Tak. Uy oldidan qaradi, juda ham chiroyli chiqqan, polnisi asfalt qilingan. Kalitka eshigimiz ham juda chiroyli, darvozalarimiz. Mahallamiz bitta ko'rsanglar mana. Juda ham tupiko'y, zo'r mahalla. Mana marhamat. Chiroyli chiqqan uyimiz. Polni sifatli narsalar ishlatilgan, hech narsadan pul ayalmagan. Fasad ko'rinishi zinalarga ham chiroyli qilib podsvetkada qilingan, kichkinagina daraxt ekib qo'yilgan. Darvozaxonamiz, bitta mashina, tashqariga 2-3 ta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Yozgi oshxonamiz, ham polnosti toshlardan qilingan. Tak, endi bu yerda fontan, vodopad, tepadan suv tushib turadi. Bu yerdan fontan suv o'tib turadi. Podvalimiz 3 ta urovень. Tak. Uy kirishimiz bilan o'ng qo'lda chiroyli shkaflar o'rnatilgan, garderob uchun, kiyim ilish uchun. Bu yerda bo'lsa kattagina holimiz bo'ladi. Venitsiyaga qilingan, televizor qo'yadigan joyiga bu yerda divanli zona bo'ladi. Panoramli oyna, bu chetda ham oyna bor. Ham radiator, ham tepli polda qilingan. Mana ideya menga juda ham yoqdi. Unumli foydalanilgan ekan, qaranglar. Zo'r ideya bo'libdi haqiqatan ham. Podsvetkalari ham bor, zinalarimiz. O'ng qo'lda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz polностью upakovka qilgan bo'ladi. Bemalol stol ustida qo'yib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Mikrovolnovka, pechka, gaz plita, холодильник, krashenli mebellar hammasi sho'tga qilingan. Tak, endi zalga o'tamiz. Zalimiz ham razmerlari kattagina. Marhamat, Venitsiyada chiroyli chiqqan hammasi. Did bilan qilingan ekan haqiqatan ham. Orqada kichkinagina joy qoldirilgan, hozir tushuntiraman. Tak. 2 ta oyna bo'lyapti bu yerda. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Eshikdan salafonlar ham ichilmagan ekan hali. Marhamat, bu birinchi sanuzulimiz. Uyimizning eng zo'r qulaylik, afzallik tomoni, ya'ni 4 ta spalnida o'zining sanuzuli bor. Bu mana birinchi qavat uchun, kattalar uchun yoki mehmonlar uchun alohida yotoqxona. Tak, o'zining ichida alohida sanuzuli ham bor. Bu yerda dushovoy qilingan, marhamat. Kahillar ham yaxshi rangga tanlangan. Mana marhamat, ko'rib turganinglardek, kichkinagina hovli. Mana havo aylanishi chista sirkulyatsiya uchun qoldirilgan. Sirkulyatsiya uchun qoldirilgan, ya'ni tak, endi zinaga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat boshqacha ularga birlashib chiqib ketasiz bilan chiroqda chiqqanda. Mana torchilik emas, katta koridor qilingan, kengina. Mana bu lustramizni bitta ko'ringlar. Chiroyli qilingan ekan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'lda birinchi detskiy spalnamiz bu. Oynasi bor, xavotir olmaydi mana. Tak. Ranglari zo'r tanlangan ekan ikkinchi. Bu yerda ham tepli pollari bor. Birinchi spalnamiz. Kattalar spalnasi, ya'ni televizor qo'yadigan joyi akkuratni qilib qo'yilgan. 3 ta oynasi bor. O'zining ichida sanuzuli ham bor. Hamma priborlari qo'yilgan. Tak, kichkina balkoni ham bor ekan. Yana bitta kattalar spalnasi. Tak, panoramli oyna. Oyna zo'r chiqqan ekan, avvalni bo'lib chiroyli ko'rinar ekan, tashqaridan ham, ichkaridan ham. Marhamat, yana bitta sanuzulimiz. Bitta ham dushovoy kabina qilingan. Oxirgi spalnamiz. Bu yoq tartsovoy tomoni. Mana bu yoq tomonda ham oyna, bu yoq tomonda ham oyna. Mahallamiz zo'r ekan lekinchi, menga shunisi yoqdi, qaranglar kattaligini. O'zining ichida sanuzuli ham bor. Marhamat. Dushovoy kabina qilingan. Endi podolga tushamiz. Tak, mana podolga tushib oldik. Tushganimizda o'ng qo'lda kichkinagina kladovkasi bor. Bu yerda холодный комната qilib qo'ysa bo'ladi, alohida. Bu yerda dam olish zonasi, hozircha детский ploshatka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Televizor o'rinlari bor, oynalari ham daji bor. Podolga ham o'xshamaydi, jiloy qilingan, ko'rib turganinglardek. Tepa bilan bir xil remont qilingan. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Tak, endi kotelnimiz.
Kosvinniy boyler, kotyol, nasoslari, tak filtr, rashbaklari hammasi akkuratniy qilingan. Hop, bu uyimiz sotilyapti. Yunusobod, Islomobodda bo'ldi. Zo'r mahalla degan. Ikkalasidan narxi opisaniyada bo'ladi. Telefon qilinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.